Ko'pchilik millioner bo'lishni omad va boy oiladan chiqish yoki maxfiy siri bor deb o'ylaydi. Aslida esa bu uzoq muddatli intizom, oddiy qoidalarni takrorlash. Niklas o'z kitobida, ya'ni 0 dan millionergacha kitobida shuni isbotlab beradi. Har kim 0 nuqtadan boshlashi mumkin. 0 dan boshlash qanaqa bo'ladi? Avval qarzdan chiqish, ortiqcha sarflarni, xarajatlarini to'xtatish kerak. Har oy kichik bo'lsa ham oylikdan o'zingizga pul jamg'arib qoling. Va ikkinchi o'rinda murakkab emas, oddiylik. Sarmoya qilishni murakkablashtirmang. Indeks fondlari, diversifikatsiya bu eng oddiy va eng xavfsiz yo'l. Tez boyish rejalaridan uzoq bo'ling. Kimdir internetda sizga tez boyisiz desa, ishonib ketmang. Intizom va odatlar. Har oy sarmoya qiling, qanchalik kichik bo'lsa ham. Yillar davomida bu izchillik sizni oldinga olib chiqadi. Bu jarayon tezlik emas, barqarorlikdir. Psixologiya. Bozor ko'tarilganda ham tushganda ham hissiyot bilan qaror qabul qilmang. Qo'rquv va ochko'zlikni nazorat qila olgan odam uzoq muddat yuradi va yutib chiqadi. Uzoq muddatli qarash qanaqa bo'ladi? Millionerlik yo'li, ya'ni marafon, sprint emas. Foizga foiz kuchini esda tuting. Bugun kichik ko'ringan sarmoya ertaga katta raqamga aylanadi. O'rtacha 10-20 yillik intizomli odat moliyaviy erkinlikka olib keladi deydi bu kitobda. Aslida siz 5-10 yil yoki unga ham bormasligi mumkin agar to'g'ri strategiya bilan boy bo'lishga harakat qilsangiz va eng asosiysi sabr qilishdir. Millionerlik katta bir sakrash emas, balki har kuni qo'yilgan kichik qadamlarning yig'indisi deydi Niklas.